Eshiting. Yaxshilab eshiting. Nafisa endi o'qimaydi. Universitetni tashladi. Boshqa qo'ng'iroq qilmanglar. 4-kurs bo'lsam, o'qishim nima bo'ladi? Diplom olishim kerak. Diplomni nima qilasan? Ha? Endi kerak emas. Bu nima deganingiz? Diplom olib ishlamoqchiman. Ha, ishlaysanmi? Qayerda ishlamoqchisan? Institutda Mhm. yoki fermada. Yo'q, gapimni eshit yaxshilab. Menga ishlaydigan xotin kerak emas. Uyda o'tirib, osh-ovqatini qilib, eriga qaraydigan ayol kerak. Lekin turmushga chiqishimdan oldin rozi bo'lgandingiz. To'ygacha har xil gaplar bo'laveradi. Esingdan chiqar. Nima deganingiz? Bu meni orzuyim. Ota-onam ham osonlikcha o'qitmagan meni. Diplom kerak emas senga. Ishlab nima qilasan? Och qolyapsan. Ha? Och qolib ketyapsanmi? Ha? Pul kerakmi? Pul beraymi? Qancha pul kerak? Nima olasan? Kiyim olasanmi? Qancha kiyim kerak? Qancha mol dunyo kerak? Qancha latta putta kerak? Seni ering bor. Aytganini qilib uyda jim o'tir.